Hammaga salom. Bugun sizlar bilan yana bir ajoyib serial Welcome to Derry. Derryga xush kelibsiz serial haqida gaplashamiz. Videoni boshlashdan oldin Replayga obuna bo'lish va videoga like bosish esdan chiqmasin. Biz boshladik. Serial tomoshabinlarga Derryning qorong'u tarixini, shahar sirlarini va Pennywise'ning paydo bo'lishiga olib kelgan dahshatli hodisalarni ko'rsatadi. Welcome to Derry, ya'ni Derryga xush kelibsizda biz kichik shahar ko'rinishidagi tinch hayot ortida aslida qanday ulkan qorong'ulik yashiringanini ko'ramiz. Odamlar g'oyib bo'lishi, tushuntirib bo'lmaydigan hodisalar, shahar ortidagi g'alati an'analar. Bularning bari Pennywise'ning qaytishiga asta-sekin tayyorlanadi. Pennywise kim? Bu qo'rqinchli masxaraboz ko'rinishda keladigan maxluq. Serialda u asosan bolalar qo'rquvlaridan kuch oladigan maxluq sifatida keltirilgan. Serialda biz ko'proq shahar aholisi bilan tanishamiz. Oddiy insonlar, ammo har birining ortida o'z tarixi va qo'rquvlari mavjud. Serial tomoshabinlarga Derryning qorong'u tarixini, shahar sirlari va Pennywise'ning paydo bo'lishiga olib kelgan dahshatli hodisalarni ko'rsatadi. Bularning bari Pennywise'ning qaytishiga asta-sekin tayyorlaydi. Ushbu serial Stephen King nomli yozuvchining asariga asoslangan. Stephen King amerikalik yozuvchi. Dahshatlar, triller, qo'rquv, fantastika, mistika janridagi ijod qiluvchi yozuvchi. Uning asarlari butun dunyoda tan olingan. Masalan, Dahshatlar qiroli, Yashil mil, masxaraboz filmlari butun dunyo bo'yicha eng reytingi baland filmlardan hisoblanadi. Filmda barchaning e'tiborini tortadigan narsalar esa qotilliklar juda ko'p bo'lganiga qaramasdan shahar aholisi juda ham sokin, hatto bolalar doimiy yo'qolayotganiga ham e'tiborsiz bo'ladi. Yana maktab bolalari, bu bilan sodir bo'layotgan voqealar juda ham qo'rqinchli. Agar bu biz bilan sodir bo'lganida, aniq bilaman bundan juda ham dahshatga tushgan bo'lardik. Shahar aholisining, ayniqsa bolalarning qo'rquvlari esa Pennywise uchun aynan kerak bo'lgan narsa hisoblanadi. Ya'ni ovqat, ozuqa. Unda qo'rquv, sirli hodisalar, dramatik voqealar va Pennywise mifologiyasining kengaytirilgan shakli bor. Agar siz masxaraboz filmini ko'rgan bo'lsangiz, buni uning davomi desak ham bo'ladi. Derryga xush kelibsiz serial yoqishiga ishonchim komil. Kino tahlili sizga yoqqan bo'lsa, videoga like bosish esdan chiqmasin. Replayni kuzatib boring.